ketdi. Ey, to'xta. Qaram, so'q hamma joy ho'l. O, mashqqa o'tirib turay, avtobus kelguncha. Yana bir marta darsga kech qolsang, onangni maktabga chaqirib turaman. Butun gijirni otdim men bunani. Shu vaqtda ustoz. Alo, ustoz. Soat necha bo'ldi? 10 minut ichida darsda bo'lmasang, maktabga kelib o'tirma. Hop. Hey! Men o'chirib o'tindingni. O'zi avtobus o'tib ketdi. Yetmaganiga men tinmayapti ovozi. 85-avtobus o'tib ketdimi? Ha, o'tib ketdi. Vaqtliroq uyg'otmaysizmi? Nima kurtkam kiyib oldingizmi? Tortay qo'lingni jinni bo'lganmisan? Bu men kurtkam. Tavba qildim. Hey! Tinch qo'yasizmi? Bu qanaqa qilsiz siz? Telefonimni ber, olib ketib qolsan-ku. Buni chalyaptimi? Men telefonim-ku bu. O'g'rimisizmi bola? Odammisan, inson, hozir qolib ketaman avtobusda, telefonimni ber. Uzr. Telefonimni ber. U joyga kech qolasizmi? Ha, maktabga chiqaman. Yuring, kuzatib qo'yaman. Peshkommi? Nima qilibdi? Ana avtobusga yotdi. Sumkangiz ochib qolibdi. O'rtog'imga olgan podarkam rasvo bo'ldi. Etigingiz. Ikkinchisi qani buni? Men qayerdan bilaman? Bitta ekan o'zi. Ikkinchisini topmasam bo'lmaydi, oyim o'ldiradilar. Avtobus ketib qo'yapti. Ketadi. Ha, oyi. Etigingni bir poyi uyda qolib ketibdi. Qidirib yurma. Ketdi avtobusingiz. O'chirma shu budilligini, iltimos. Tavba qildim. Boya olib borib qo'yaman deganimda, hozir yetib borgan bo'lardik. Nima bo'lsa bo'ldi. Mayli, nasib qilmagan ekan. O'zi har doim oyim aytardilar. Nimani ortidan quvsang, o'sha sendan qochadi deb. Bugun kuni bilan avtobus ortidan quvdim, baribir yeta olmadim. Mana oyim esa aytardilar. Nimadir saniki bo'lsa, o'z yoningga keladi deb. Ha, mayli, rosa charchadim. Dam olmasam bo'lmaydi. To'g'risini aytsam, meni ham maktabga borgim kelmayapti. Meni ismim Ali, siznikichi? Zarina.